Assalomu alaykum akalar ukalar. Mana yana bir obyektimiz, xudo xolasa Samarqand viloyati Pastdarg'om tumaniga qurib bitkazyapmiz. Bu joyimiz eniga 18 metr, uzunligiga 38 metr. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Bu joyni ko'rib turganlaringizdek A firma bo'lib, stoka sarroplarini qo'yib, chiroyli holatda to'rttali qilib qurib bitkazib beryapmiz. Hop, bu tarafiga 14 metrli tushadi bu yog'iga. Bunisi 18 metrli. Bu yog'iga kichkina bir skapli naveslar qilib chiroyli holatda bitkazyapmiz. Bu joyimiz narxlariga keladigan bo'lsa, bu joyimiz narxlari stoka xorilari shunday holatga, tayyor holatga olib kelishimiz 1 kvadrat metri 215 ming so'mdan tushdi. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bundan tashqari katta molxona, katta to'yxona, zavod, fabrikalar ustini xudo xolasa konteyner materiallardan qurib bitkazib beramiz. Pastdan ko'rinish holati, tepadan ko'rinish holatlarini ko'rsata olmaymiz, chunki tepaga chiqishda hozircha iloji yo'q. Hop, 215 ming so'mning ichida nimalari bor deganlarga, 215 ming so'mning ichida mana shu stokalari, sarroplari, shu ferma reykalari, keyin uyda egasi tunikasini olib beradi. Qatir berish xizmati ichida bo'lyapti shu yerda. 1 kvadrati 215 ming so'mdan tushyapti. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Pastdagi fermalarimiz qolganiga davom etkazamiz xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.